Assalomu alaykum akalar. 300 dollarlik naborimizni Tojikistonga chiqarib yuboryapmiz. 3 kilolik boltalari, o'ntashixi cho'rni grafdan, soplar cho'rni graf, lezvalar DJVKdan bo'lgan pichoqlarimiz. Qassobchilik uchun juda ham ajoyib naborimiz. Bu yerda 10 ta sixi, 4 ta pichoq, bitta qayrog'i bilan bo'lgan. O'zimiz yaqin akaxonimizga chiqarib berdik. Qadrdonlarga sovg'a qilar ekan. 10 ta shixlari ham bor. Boltalari ham cho'tga chiqib olgan, xudo xolasa. Bu yerda yangilik naborlarimiz. Gulmotlari mehyur. Juda ham chiroyli bo'lib chiqqan. Lezvalari klap. Nejevik. Bu yerda ham yangilik naborimiz. Xudo xolasa, juda ham chiroyli, juda ham sifatli bo'lib chiqdi yangilik naborlarimiz. Bu yerda trendga chiqib ketgan naborlarimizdan bittasi tekstolit, cho'rni graf bir-biridan uyg'unlashtirilganmiz, nabor qilib berilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bu yerda bitta katana qilichimiz ham bor. Buni ham Toshkent shahriga chiqarib olyapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.